Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidan Obod Mufiy mahallasidan 10 sotixlik yer maydon topib qo'ydim. Ko'chani usti. 05 bilan ko'rsatdim mana, qarang. Ko'chani usti. Qanaqa biznes qilsalar bo'ladi? Akalar, opalar, tadbirkorlar, bu videoni srochniy tadbirkorlarga jo'natib qo'ying. Yuring, men sizga ko'rsataman. Qarang, bu sentralniy trassa, ya'ni Oqqo'rg'onga ketaverish. Bu yog'i To'ytepagacha, ya'ni Nurafshongacha 3 kilometr. Bu yog'i mana yo'l ustidagi mana bu yer maydon. Xullas, sotig'ini hozir sotig'ini 8 mingdan deyishyapti. Yana o'tib sunnatiga baraka qiladigan joyi bor. Aytgan narxga sotilmaydi albatta. Baraka o'tib kelishadigan joylari bor. Mana ko'rayotgan joyingiz uy qurasizmi yoki asosan lekin biznes qilishga o'lib qoladi, lekin vashchi dahshat narsada. Videoga tirtib like bosingda, buni tadbirkor akalar, opalarga srochniy jo'natib yuborish kerak. Bunaqa imkoniyat mana yo'l ustida zo'r imkoniyat bor. Jiloy mahalla hech qanaqa sinos boshqa narsaga tushmagan. Dokument, kadastrlari hammasi joyida. Videoga bitta like bosingda, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Batafsil boshqa hamma ma'lumotlarni egasidan bilib olasiz.